Yantoq allergiyani davolaydimi? Yantoq tarkibida nimalar bor? Yantoq tarkibida flavonoidlar, alkaloidlar, saponinlar va bir qator oshlovchi moddalar bor. Xuddi shu moddalar organizmga bir qator foydali xususiyatlarni, bir qator yengilliklarni beradi. Yantoq tarkibidagi xuddi shu moddalar ta'sirida oshqozon ichak tizimi bilan bog'liq muammolar, ko'ngil aynishi, qayt qilish, diareyalar, ich qotishi, qorin dam bo'lishi holatlar yaxshi bartaraf bo'ladi. Yantoq shularni davosida yaxshi samara beradi. Bundan tashqari, yantoq organizmdagi erkin radikallarni organizmdan chiqarish orqali organizmda kuchli antioksidant vazifani bajaradi. Bundan tashqari, yantoq iste'mol qilgan vaqtda organizmda kuchli og'riq qoldirish va yallanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi bir klinik tadqiqotlarda yantoqni og'riq qoldirish xususiyati diklofenakdan ko'ra ustunroq bo'lishi ko'rilgan. Bundan tashqari, yantoq immunitetni ko'taruvchi, ba'zi bir klinik tadqiqotlarda rakka qarshi ta'siri ham isbotlangan. Lekin hozirgi klinik tadqiqotlarga ko'ra aniq bir allergik kasallikni yantoq davolaydi degan xulosa qilinmagan. E'tiboringiz uchun rahmat.